Katarsis holati bu nima? Katarsis holati bu inson ichida yig'ilib qolgan kuchli his-tuyg'ular, g'am, g'azab, qo'rquv, og'riq tashqariga chiqib, ichki yengillik paydo bo'lishidir. Oddiy qilib tushuntirganda, katarsis bu ruhiy tozalanish. Qanday holatda bo'ladi? Masalan, uzoq yig'lab yuborganingizdan keyin ichingiz yengillashsa, kim bilandir dardlashib, ichingizdagi gaplarni chiqarib yuborsangiz, kuchli hissiy film ko'rib yig'lab yoki larzaga tushib chiqsangiz, bu katarsis. Ichkarida nima bo'ladi? Inson ichida yig'ilgan bosim bor. Agar u chiqmasa, asabiylik oshadi, stress yig'iladi, hatto psixosomatik kasalliklar paydo bo'lishi mumkin. Katarsis paytida esa hissiyotlar chiqadi, tana bo'shashadi, ong yengillashadi. Psixologiyada katarsis bu terapiyada ham ishlatiladigan jarayon. Masalan, yig'lash orqali, gapirib chiqarish orqali, yozish orqali. Muhim jihati, katarsis bu faqat yig'lash emas, bu hisni bostirmasdan to'g'ri chiqarish. Katarsisni qanday xavfsiz qilish yoki qachon u zararli bo'lishi mumkin? Katarsisni to'g'ri qilish usullari. Yig'lashni to'smaslik. Agar yig'ingiz kelsa, o'zingizni ushlamang. Bu zaiflik emas, bu ichki tozalanish. Qanday qilib? Yolg'iz joy toping, hisni ushlamang, o'zingizga ruxsat bering. Men hozir his qilyapman. Gapirib chiqarish. Ichda saqlangan gaplar eng katta bosim beradi. Shuni qilish mumkin. Ishonchli odamga aytish yoki o'zingiz bilan ovoz chiqarib gaplashish. Gapirilgan his yengillik beradi. Yozib tashlash juda kuchli usul. Ba'zida til ayta olmaydi, lekin qo'l yozadi. Qanday qilib? Daftar oling, hamma ichingizdagi filtrsiz yozing. Ichingizdagini filtrsiz yozing. Chiroyli yozish shart emas, bu miyani bo'shatadi. Jismoniy chiqarish. Tana ham hisni ushlab turadi. Masalan, tez yurishingiz mumkin, yugurishga chiqishingiz mumkin, yostiqni urish, agressiyani chiqarish uchun bu ayniqsa g'azabni chiqarishda foydali. San'at orqali chiqarish, rasm chizish, musiqa tinglash yoki kuylash hisni so'zsiz chiqaradi. Qachon ehtiyot bo'lish kerak? Katarsis ham noto'g'ri qilinsa zararli bo'lishi mumkin. Doimiy dramatizatsiya, har kuni o'zingizni yig'lashga majburlash, bu davolamaydi, aksincha kuchsizlantiradi. O'tmishda qolib ketish, doim eski og'riqlarni qayta ochish, bu travmani chuqurlashtiradi. Noto'g'ri chiqarish, masalan, boshqalarga baqirish, agressiyani odamga yo'naltirish, bu katarsis emas, bu zarar. Faqat chiqarish, lekin tushunmaslik. Eng muhim narsa faqat yig'lash emas, balki nega bu hisni borligini anglash. Eng to'g'ri formula katarsis barobar hisni chiqarish, anglashni qo'shish va qo'yib yuborishni qo'shish.